Hindiston-Skandinaviya sammiti nega moda Shimoliy Yevropani hayratga solmoqda? Hindiston va Norvegiya, Shvetsiya, Finlyandiya, Islandiya va Daniya bo'lgan 5 shimoliy mamlakat Osloda strategik va savdo aloqalarini mustahkamlash maqsadida yuqori darajadagi sammit o'tkazmoqda. Seshanba kuni bo'lib o'tadigan Hindiston Nordik sammiti uchrashuvning 3-nashridir. Bu Hindiston va Yevropa Ittifoqi erkin savdo shartnomasini imzolaganidan bir necha oy o'tib, Hindiston Islandiya, Liechtenstein, Norvegiya va Shveysariya bilan savdo-iqtisodiy hamkorlik shartnomasini imzolaganidan bir yil o'tib sodir bo'ldi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi davom etayotgan urushi, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning global importga qo'ygan tariflari va Isroilning Eronga qarshi urushi Hindiston iqtisodiyoti va energetika xavfsizligiga ta'sir ko'rsatdi va New Delhi Garbdagi boshqa ko'plab davlatlar bilan munosabatlarni kengaytirishga harakat qilmoqda. Hindiston Shimoliy davlatlar sammitining birinchi nashri 2018 yil Shvetsiya poytaxti Stokgolmda, ikkinchisi esa 2022 yil Daniya poytaxti Kopengagenda bo'lib o'tdi. Bu yilgi sammit kun tartibida nima bor va u nima uchun muhim? Hindiston bosh vaziri Narendra Modi, Norvegiya bosh vaziri Jonas Gahr Støre, Daniya bosh vaziri Mette Frederiksen, Finlyandiya bosh vaziri Petter Orpo, Islandiya bosh vaziri Kristrún Frostadóttir va Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson.